Yilgi dehqonchiliklarimiz. Xo'p. Bu 6,5 sotix xonamiz, 2,5 ming tub qalampir ekilgan cho'rniyakovlar, o'zimizning ko'chatlar. Oxiri ko'chatlarimiz sotilib bo'lgandan keyin o'zimizga ekkanmiz. Xo'p. Bu 6-apreldan boshlab 15-aprelgacha ekilgan, bo'lib ekilgan qalampirlarimiz. Mana hozir qatorlarni ko'rishlaring mumkin mana. Bel bo'yi baravar bo'ldi. 2 marta uzum qildik bu yerdan. Hozir mana bugun yana uzamiz. Mana hosillarini hozir ko'rsatib o'tamiz mana. Mana hosillar. Mana hosillarimiz. Xo'p, bu yerda toq-qator ekilgan, toq-qator qilingan, orasini 75 qilingan. Ko'chat bilan ko'chatning orasini 1 metrga 3 tadan ekilgan, 33. Ikki tomonidan kapiyani ishlan o'tkazilgan. Mana aziz dehqonchiliklarimiz mana. Xudo xolasa bugun uzum qilamiz.